Kobulchi akalar yangilikni bombasini tayyorlab qo'ydim sizlar uchun. Endi sizlar har xil moslamalar qo'yib, suvni haroratini ko'rishlaring shart emas. Biz suvni haroratini tabloga to'liq chiqarib qo'ydik. Videoni ko'rishda davom etib turing. Men sizga batafsil ma'lumot beraman shu haqda. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Hech qanday moslamalarsiz tabloda suvni gradusini chiqarib qo'yganmiz. Buni menyu orqali bemalol o'zgartirishlaring mumkin. Mana yana qaytadan chiqarib olishlar mumkin. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi, hech qanday zarari yo'q. Bu Cobalt'ni mexanik va avtomat rusumiga bemalol tushadi. Agar sizni avtomobilingiz Spark 4-pozitsiya bo'lsa ham, xuddi shunday tabloda chiqarib beramiz. Buni hech qanday zarari yo'q. Boshida aytib o'tdim. Bemalol bizga murojaat qilsangiz, ishingizni sifatli qilib, garantiyali qilib beramiz. Albatta bu videoga bitta like bosib, albatta profilga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Joninglar sog' bo'lsin.